ustozni dars o'tish jarayonlarini bitta ko'rganingizlar, albatta tahsinga loyiq kommentariyada fikrlarni qoldiring. Qarang, mana bu sizni tarbiyangiz. Mana bu esa men bergan bilim. Mana bu oiladan olgan tarbiyangiz. Bunisi esa sizni kelajagingiz. Mana bu tanlamoqchi bo'lgan kasbingiz. Mana bu esa yutuqlaringiz. Mana oxirgisi esa bu jamiyatdagi o'rningiz. Ana endi bolalar, qarang. Mana buni olib tashlasam, barchasi nimaga teng bo'ladi? Nolga. Agar sizni yoshlikdan tarbiyangiz bo'lmasa, barchasi nolga teng bo'ladi. Agar sizni bilimingiz zo'r bo'lsa-yu, ammo tarbiyangiz bo'lmasa, yoki aksincha, oilada tarbiya bo'lmasa-yu, bilim zo'r bo'lsa, barchasi nolga teng. Shuning uchun bolalar, aziz bolajonlarim, har doim sizni tarbiyangiz birinchi o'rinda turadi va barchasi asta-sekinlik bilan sekin-sekin erishiladi. Demak, eng muhimi nima ekan bolalar? Barakalla.